Sayyorani kim buzmoqda, ya'ni hak qilmoqda? Xo'sh, bu super qahramon filmiga o'xshaydi. Biz yaxshi va yomon odamlar qaysiligini ajrata olmaydigan vaziyat deb tasavvur qiling. Birinchidan, oqshilablar. Bular kiber qahramonlar, axloqiy hakerlar. Biz ularni etikal haker deb ataymiz. Ular xavfsizlik tizimini sinab ko'rish va yaxshilash uchun yollangan raqamli xodimlarga o'xshaydi. Ularni kiber dunyoning sherlik homisi deb tasavvur qiling. Keyingisi bu kulrang shlapalar. Bular Robin Hoodga o'xshaydi, lekin tayinsiz. Ularni tizimga ruxsatsiz kirishlari mumkin, lekin odatda niyatlari yaxshilikka qaratilgan bo'ladi. Ular sizga buni qanday qilganliklarini aytib berishadi va ba'zida muammolarni hal qilishadi. Va nihoyat qora shlapalar, klassik yovuz odamlar. Bu siz yangiliklarda eshitadigan hakerlar. Ular ma'lumotlar, pul o'g'irlash va shu kabi tartibsizliklar keltirib chiqarish uchun tizimga kirishadi. Ular biz bilgan Batman uchun Jokerga o'xshaydi, har doim muammo yaratadi. Shunday qilib siz hakerlik dunyosida yaxshi, yomon va xunuk tomonlar borligini bildingiz. Internetda xavfsiz qoling, ko'rishguncha.